Ikkinchi qism inkubatsion davri, ya'ni 1-15-17 kun. O'sha payt ekkan qoplari ichidagi shulg'alar oqarish davri inkubatsion deyiladi. Bu juda ham nozik davr. Shu payt temperatura iloji boricha 20, 22, 18 ham bo'ladi. Undan pastiga ham oqaradi, lekin sekin, lekin baland bo'lmasin. Ana shu paytda ertalab 2 soat toza havo, kechqurun 2 soat toza havo. Skvoznya qilmagan holda. Maqsad ichkaridagi rasvo, o'sha har xil gazlarni chiqarib turish kerak. Undan keyin hosil beradigan davr boshlanadi. Unda iloji boricha temperaturani 20 dan pasaytirsangiz, bu qo'ziqorin hosilga kirishiga signal bo'ladi. Qancha temperatura past bo'lsa, endi u ham chegarasi bor. 15, 14 gacha bo'lsa agar, hosillaringiz juda ham chiroyli, sekin o'sishi mumkin, lekin sekin o'sgan sabab atrofdagi namni o'ziga yaxshi olishga ulguradi va juda ham og'ir, go'shtli bo'ladi.